Kaliteli qo'llar kelganmiz. Assalomu alaykum. Bizga Olimxon aka yordam beradilar, rahmat aka. Bizda mo'shin chiqarading, hamma narsani aralashtirib olsan deb aqllilar ham yo'q emas. Biz xalq uchun ishlaymiz. Mana bag'i ham ko'rsatyapti apparatni. Xo'sh, biz ishlab chiqarish joyiga kelganmiz. Bu yerda narxi o'ta xudo xolisa xijolat qilmadi. Serverlari, boshqalarda hammasi joyidamiz. Mana bilasizlar, hamma narsani ishlab chiqarishdan chiqarib, ya'ni bo'lsa bo'lsin xalqqa mazza bo'lsin. Olimxon aka buni tushuntirib, yukchilik va qanaqa holat narxi. Diametri 76 metrlik trubalarimiz yuqori bosimga chidamli bo'lgan, to'g'ri bir qalinlikdagi trubalarimiz 7 atmosfera davleni ko'taradi. Ichimlik suvga, bog'dorchilikka, yuqori bosimdagi suvlarga ishlatsa bo'ladi. Hop, puli qancha aka buni? Qalinroq ekan puli. Yuqori bosim bilan metrini 20 ming so'm qilib beradi. Buni metrini 20 ming so'm qilib, sababi ham bilinglar, aka mana to'g'ri bir qalinlikda. Bu pashta truba bilan bir xil xizmatini qiladi-da. Ichida boshqasi yo'q. Kichikroq razmerdagisi ham bor. Buni biz tushuntiring Olimxon aka. Diametri 50ligi 7 degan qalinlikdagilar 1 metrni 7600 so'm qilib beradi. Ham bog'dorchilikka, ham ichimlik suvga bo'laveradi. Granulan o'zida qilmagan. Narxini orzulayapman. Sinmaydi bu mana. 7600 so'm qilib berishgan ekan, 7,5 mingdan bizning nomimizga kelsa berib yuboramizmi aka? 7,5 mingdan qilib berishadi. Qalinligi boshqasidan ko'rishlar mana. Igip ham ko'rdi, hech nima bo'lmadi. Bundan bitta razmer kichikroq, ya'ni bunimiz razmericha 40 razmerdagi ekan. Bunimizni holatini tushuntirib chiqargan bo'lsam, hozir sizlarga ko'rsataman. Buni ham igib boshqasini ko'rsataman aka. Realni imенно men qarini tanitganim yo'q. Xohlaganingni kelib, ko'rib olasizlar, xafa bo'lmaydi Olimxon aka. Xohlagancha ko'rasizlar mana. Igritgan joyda imенно sinitgan boshqasi yo'q. Narxi qancha aka buni? Buni metrini 6800 so'm qilib beraman. Buni 6700 so'mdan, men 100 so'mdan tushirganimda 1000 metr olganda qancha razmer chiqib ketadi bilasizlar. Bundan ortiq skidka qila olmayman. Qilganim shu bo'ldi. Mana bo'ladigan narxini oxirini 6700 sizga kiradi. 6700 dan buni qilib beradigan bo'lishdi. 8 atmosfera bosim ko'taradi. Metra qara, to'g'ri bir qalinlikdagi 13 atmosfera davleni ko'taradigan polietilen quvurlarimiz. Apparati. Qalinlik ham e'tibor berib ko'rasizlar. Hozir narxini chiqishdan oldin. Puli? Buni metrini 12 ming so'm qilib berayotganmiz. Abdulazizxon orqali kelganlarga 10800 so'm qilib beramiz. Bo'ladigan narxini 10800 so'm qilib berishar ekan. Bunimizni aytib o'tdik. Buni razmerini aytib o'tdik-a. Bu diametr 40 3/1 stenkeligi. Ha, bu 3/1 stenkeligi. 3/1 stenkeligi. Va buni ham mana igib sindirib ko'ramiz. Sinib ketgan joyi yo'q, mana olib keling apparatga yaqinroq. Mana igib turibman. Mana qovurdim. O'ziga qatdi. Ba'zi bilasizlar, sirazi igilsa sirazi sinadi. Ina men sariq palasasiga ham e'tibor beringlar. Bozorda o'layotganda bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana o'zi agar ko'k bo'ladigan bo'lsa, Olimxon aka siz tushuntiring. Men yolg'on bo'lmasa, ha, mo'shin tushunasan, buni tushunmaysan deysizlar, so'rab ma'lumotini bildim. Mana agar sariq bo'ladigan bo'lsa, bu degani original degan ma'noda. Yuqori bosim ko'taradigan trubalarga sariq chiziladi. Ko'kchi Ko'klarniki ichimlik suviniki, bog'dorchilikniki o'ziniki bo'ladi. ozroq bo'ladi. Ozroq bo'ladi. Bu original versiyasi. Hungariya desa tushunasizlar. Bunimiz narxi Buni metrini 8 ming so'm qilamiz. 7900 dana bo'lsa xalqqa bo'lsa, bu tomonimizda ham bor. Xullas Xohlagan qalinlikda trubalarimiz bor. Sizlar kelasizlar, o'zingizga yoqqan holatda kelib, Olimxon akaga murojaat etasizlar, razmerini aytishadi, quyib beraverasiz. Diametr 16 dan 200 gacha